Assalamu alaikum, Şərq Türkistanlıq aziz qarindaşlar. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhərində təsdiqlənən Tor televiziyasının bugünkü söhbət və mülahizə proqramısına xoş gəldinizlər. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Fərat Yoranqaşılıman. Aldılan həminizlərə Cenab-ı Allah'ın salametlik, xatircəmlik, bəxt, saadet və bərəkət diləyəm. Hörmətli qarindaşlar. Bugünkü söhbətimizə həminizlərə nəhayət tanış bolğan hörmətli sazəvər, qimmatlik, aziz bir mehmanimizni stüdyomuzga təklif qildik. Mana bu efendim, hörmətlik Erkin Sidiq efendim, həminizlərə tanış, artıqca tanışdırmasam, həminizlər bilisizlər, həminizlər tanıysızlar. Uyg'urlarninki tanılğan fizika alimi, o'zi Amerika olam qatnash idorasining tadqiqotchisi, o'zining yana bir jihatdan o'zim bir mutafakkir, bizningki olimimiz Erkin Sidiq efendim faqatla kasbiy jihatdan, ya'ni o'zining kasbiy jihatdan zo'r muvaffaqiyatga erishib qolmay, bu jihatdan erishgan muvaffaqiyatlarini bilisizlar. Mayli olam qatnash idorasi tarafidan bo'lsin, ba'zi tadqiqot, xalqaro tadqiqot o'rnlaridan bo'lsin, o'zining tadqiqotlari ko'p qatim xalqaro mukofotga erishgan. Kasbiy jihatlar emas, yana o'zininki o'tkir fikrlar orqali, o'tkir qalami orqali, ilg'or fikrlar orqali Uyg'urlarninki muhojir tashkilotga Uyg'urlarning ideologiya sohasigami foydali xizmatlarni qilyotdi. Balki asarlarni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Masalan, Uyg'urlarning millatchilik haqida, davlatchilik ideyasi haqida, shunday Uyg'ur milliy ma'rifini saqlab qolish masalasida, Uyg'urlarning milliy va diniy mavjudligini saqlab qilish masalasi haqida, ya'ni ko'plagan masalalarda o'zining ilg'or fikrlarini o'tirib qo'yib kelyapti va bu ilg'or fikrlarni mujassamlab buni kitobxonga kelib qarindoshlarimizga taqdim qilib, foydali bir xizmatlarni qilib kelayotgan bizning eng munavvar olimlarimizning biri. Hurmatli Erkin Sidiq efendim, ataydan vaqtingizni chiqarib bugün yani mening bilishimcha Germaniyaga Dünya Uyghur Qurultayının markazini ikkinchi qatim ziyorat qilishingiz. Mening bilishimcha tunji qatim kelgan vaqtingiz bundan bir qancha yil burun bir kelgandingiz. Siz bu ikkinchi qatim Dünya Uyghur Qurultayı markazi organini ziyorat qilishingiz haqiqatan biz qurultay rahbarlik o'rnikilarni alayda suyundirdingiz. Germaniyadagi qarindoshlarimizni alayda mamnun qildingiz. Aziz qarindoshlar, bizningki olimimiz Erkin Sidiq efendim avval qatim Germaniyaga kelgan vaqtida qurultay markazi ishxonasini ziyorat qilgan vaqtida bu yerda maxsus Germaniyadagi Uyg'ur jamoatiga o'zining kasbiy jihatdagi ba'zi intilishlar haqida, shundaqla o'zininki ba'zi ilg'or fikrlar haqida yana maxsus leksiya bergan va Germaniyadagi qarindoshlarimizninki turli masalan kishilik qarash, dunyo qarash, turmush qarashi va boshqa kasbiy qarash jihatdagi turli savollarga qanoatlanarlik darajada javob berib, hammamizningki qalbida taxt qurgan. Xo'sh, Erkin Sidiq efendim, endi bugungi söhbətimizdə oldu bilan siz bir Uyghur alimi bo'lish suhbatingiz bilan masalan Dünya Uyghur Qurultayınınki xalqaro siyosatlarda berayotgan faoliyatlarga qanday qaraysiz va Dünya Uyghur Qurultayınınki vakillik o'rniga o'zingiz shaxsiy bir Uyghur alimi va Uyghur ziyolisi bo'lish suhbatingizga qanday baholaysiz? Rahmat. Men oldi bilan sizlarniki bu qatim menga mashtab bir fursatni yaratib berganingizni ko'p rahmat aytaman. Hozir shu vatanga borolmagandan keyin vatanga bo'lgan seg'inish tuyg'umizni azroq bo'lsin bir intilishimiz bo'lsin taslitish uchun bu qatim sayohatga chiqqan Münxen amaliki 3-chi to'xtash punktim bo'ldi. Bu yerga vaqtim qisqa, shunaqa bo'lsin sizlar qimmatli vaqtingizni chiqarib menga fursat yaratib berdinglar. Bunga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Endi Dünya Uyghur Qurultayini men shu qurulishdan tortib bilaman. Boshdan oxir bilib keldim ahvolini. Yaqinda biroz o'zgarishlar bo'ldi. Endi ammo meniki sonunda Uyg'urlarga birdan bir vakillik qildigan qonunliq xalqaro qonunliq tashkilotni Uyg'ur Qurultayı deb o'ylayman. Hozir nurg'un ishlar qurilyapti chet elda. Mana shu birlik ittifoqlik masalasida yaqinqi necha kun ichida hozir Uyg'urlarniki nima ojizlikni dunyoga yaydigan bir qism nachar ahvollar ko'ryapti. Ashning hammasi
millatniki menfaat uchun xizmat qilish yoki millatning manfaatini qo'llash degan bir shuar ostida bo'lyotdi. Bu qat'iy mantiqiy uyg'un emas. Millatniki manfaat uchun xizmat qilgan odam hech bo'lmagan chog'da millatniki chet eldagi uyg'urlarniki nomini pak saqlashdek mundaq bir otlashni qilish kerak. Albatta. Shunga men ikki kunlik vaqtlardan ancha xabar topdim. Intayin ko'nglim yerim. Aslında bundan işler qat'iy yuz bermesi gerek. Bu hozirgi vaziyatda odam uchun ishlar. Endi herhalde dünya Avrupa izchil turda o'ziniki shu xalqarodagi obrazi o'rnini saqlab, qo'ldan kelishicha chet elga ularniki manfaatini qo'llash hatto ko'p ishlarni qilib kelyapti. Sizlarniki qanchalik jafoda ishlayotganinglar ammo intayin ayon. Shunga men o'zim shaxsan intayin minnatdor. Bütün xalq sizlardan minnatdor deb o'ylayman. Rahmat Siddiq efendim. Hurmatli akasiz Siddiq efendim masalan tunugün sizin belki xabar topdingiz. Tunugün masalan Amerika'nınki 17 nefer senator a'zosi bilan parlament a'zosi birlashma xat yozib bu Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan Amerika Moliya ministrligiga shu Sharq Turkiston qirg'inchilik qilib qolgan va uning bevosita sababchi bo'lgan Bulutun cezalar kıldır meselesi bunun sebepçi olan Xitay rehberlerini cezalashni talep ettiğinde. Bu hakikaten Uyghur Milli Hareket tarixinde zor bir hadise. Bunda bir ahval yani Xitay rehberlerinin cezalash meselesi aşikar Amerika'nın ki bunda yukarı derecelik parlament a'zolari tarafidan bunda bir talep kılınıp bakma hazırlaşına ciddi bir ahval. Bu bütün chetlardagi Uyg'urlarni hem hoşal kıldı, söyündürdü. Siz mesela uzun yıldan bu yan şu Amerika'da hem tatbikat yapıyorsunuz hem yaşayıp dilevatsız Amerikan siyasetini yakışırız. Amerika'da mesela sizge məlum mesela 7. ayda Amerika'da bir hafta gidek Amerika parlamentinde, Amerika Kengaş Palatası'da, Amerika Devlet İşleri Ministerliği'de Uygurlar meselesi hakkında buğalık veriş, cezalardır meselesi hakkında buğalıkın ötüş, Şarkı Türkistan'daki dini itikat meseleleri hakkında məxsus naiti okur dereceye yılda açıldı. Bu Amerika'daki Uygurların meselesinin ki bu derecede yukarı seviyede tez terakki kılıp bugünkü günge gelişide asas rol oynayan amillar ne meselesi yani? Amdi bunu da Donald Trump taktik çıkandan keyin, Amerikan prezidenti bo'lgandan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi ig'ir masalalarni bayqab, ashuni o'ngshaymayizda Xitoyniki pegi tushganligi bir sabab endi. Yana bir tarafdan hozir Uyg'urlarni beshik kelgan kun, Ikkinchi dunyo urushida Yahudlarni beshik kelgan kun bilan o'xshab qoladi. Endi Aştaq Ikkinchi dunyo urushi bo'lganiga hozir agar 45-yildan boshlab hisoblasak, 55 yil, hozir shunaqa 70 yildan ortiq vaqt bo'ldi. 80 yildan vaqt qoldi. Endi 21-asrga qadam qo'ygan mushta 20-asrga yashayotgan mushta bir dunyoda Uyg'urlarning beshiga shunday bir kunning kelishi hamda bu shunday cho'ng zulmat, ig'ir insoniyat ustidan yurgizgan jinoyat ishlarning yuz berishi, mushta ahvolga dunyoning sukut qilib turishi bu insoniyat uchun bir nomus bu. Buni taki yig'inchilik dunyo tunib yetmedi, amdiroq tunib yetyotdi. Shunga Amerikaniki hozir Uyg'ur masalasini kuchab o'tirib chiqishida ikki sabab bor deb o'ylayman. Birisi o'zining manfaati. Hozir Xitoyga taqabul turishda Uyg'urlardan bir qurol sifatida foydalanishga tirishayotdi. Chunki savdo urushi yuz beryapti. To'g'ri. Yana birisi insonparvarlik nuqtasidan chiqib boshlab qo'yadi. Amerika aslida dunyoniki insonparvarlik axloqiy holatini saqlaydigan bir davlat edi, toki yaqin qadar. Lekin oldingi necha qatorliq prezidentlar unda qilmadi. Clinton prezident bo'lishdan burun 6-4-kundagi 89 yildagi Tiananmen voqeasi yuz bergan. Shu chog'da uni qattiq pozitsiyada bo'lgan dastlabda Xitoy hokimiyatini qattiq tanqid qilgan. Lekin chiqqandan keyin o'zgarib oldi. O'zgarib yumshoq siyosat qo'llanib, shu mongancha undan keyingi kichik Bush, Obama hammasi Xitoyniki nima ish qilayotganligiga diqqat qilmay, shularniki yilin-ayronlarga usloyinlar ashta qilib Amerikadan ig'ir bir ahvolga, nachar ahvolga kirgizib qo'ygan. Unda hozir uni Amerika hukumati tunib yetib,
biraz uyg'unib mana shu ishni qilyotidi. Endi bu ishniki uyg'urlar uchun ahamiyati intayin zo'r. Biz intayin ojiz bir millat, xalqaroda hech qanday kuchimiz yo'q bizniki. Kuchimiz yo'q. Boshqa bo'g'ashqa uyg'urlar bir insondek yashay olishi, o'zini qo'llab qila olishi, hozirgi zulmatdan qutula olishi uchun chuqur xalqarodagi yordam bo'lmaydi. Bu jihatda bir yangi payda ahvollar yuz beryotidi. Unaqa hammamiz intayin xo'shal, mana shunday. Shunga bu jihatda ham Amerika hukumatiga rahmat aytaman. Rahmat bergan bu tarafli ma'lumotingiz uchun. Albatta, ba'zi qarindoshlarimiz sal qaraydi bu masalan Xitoyning rahbarligini jazolash masalasi haqidagi bu takliflarga, masalan loyihalarga. Amaliyot bo'lsa, masalan, bayim deb o'tdingiz 1989-yili bu yuz bergan Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Yevropa Birligi Xitoyga qarata qurol-yarog' embargosi yurgizish qarori oldi. Bu qarorni hozirgacha amaldan qoldirib o'tmadi, hozirgacha davom qilyapti. Bu qarorning natijasida Xitoy bu Yevropa Birligi a'zo davlatlaridan yuqori texnika setib olmaydi. Ham bu Xitoyning obraziga, xalqarodagi obrazi uchun bir ziyon kelib bir narsa. Chunki Xitoy bu embargoni amaldan qoldiramiz deb hozir 30 yilga yaqinlashib qoldi, 29 yilni yaqin zaten shu Yevropa Birligiga yolvorib kelyapti, ammo amaldan qoldirayotgani yo'q. Bir olingan qaror oldirib amaldan qoldirmaydi ekan uni. Yevropa Birligidan deyotganim shu, sizning kishilik huquq vaziyating yaxshilansin, yaxshilanganligini isbotla, undan keyin biz bu embargoni amaldan qoldirishni o'ylashimiz deydi, ammo bag'an sari yomonlayotdi. Sharq Turkistonda yana masalan 2 dunyo urushi mezgilida bu Gitlerning qilgan Nazi kampının aynısını hozir Xitoy Sharq Turkistonda qilyapti. 3 million Uyg'urniki jazolatlari deyapti. Erkin Sidiq efendi, masalan bu 8-ayning 10 va 13 kunlari Janvada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Irqiy ayirmachilik qarshi turish komitetining 96 xatirlik yig'inida bu Xitoy vakillariga 48 kishi Xitoy vakillariga kelgan bu joy. Bu yerda hamda masalan Sharq Turkistonda jazo lagerlarining mavjudligini butunlay deyarli yüzsizlarcha inkor qildi, yo'q dedi. Shuning parallel oldi Xitoyning tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qildi. Xitoyning zuboniy hisoblangan yer shari tizimi bosh maqola e'lon qilib, Sharq Turkistonda qilayotgan atalmish muqimlik siyosatini o'zgartmaydiganligini, bundan keyin mayli xalqaro qanday besim qilishni qat'iy nazar buni tiz bukmaydiganligini e'lon qildi. Bu ma'lum deydigan vaqtida xalqaro bir e'lon qildi bu blokni kişilik insoniyatning eng asosiy qimmat qarashi hisoblangan demokratiya va kishilik huquq prinsiplariga qarshi. Bu hodisalardan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur milliy harakatining bo'lib Uyg'urlarning taqdirining keyin burilish bir bosqichiga qadam qo'yganligini, buni millat sifatida o'zimizni dast tutishimiz kerakligini va bundan keyin Xitoyga qarshi yangi strategiya, yangi plan, yangi yo'l xaritasi, yangi taktika belgilashning zo'rligini his qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijro komiteti shu 11-ayning 8-kundan 10-kunigacha butun chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari, sizga o'xshash olimlarimiz, ziyolilarimiz, dinki vakillari, andan keyin diniy ulamolarimiz, ayollar vakillari, yoshlar vakillari, yo'lli siyosiy faoliyatlarning qatnashishi bilan Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'ini chaqirishni qaror qildi. Bu nima bilan? Siz shu Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'ini chaqirish haqida ilingan dunyo qurultiyining qarori qanday qarasiz? Chunki sizmi taklif qilingan bizniki aziz vakillarimizniki birisi. Bu qarorga qanday qaraysiz? Buning zurriyati bormi? Agar zurriyati bor deb qolsangiz, bu Sharq Turkiston Milliy Kengashida eng asosli nimalar, qaysi masalalarni negizlik muzokara qilinishi kerak? Bu menimcha intayin dal vaqtida ilingan qaror bo'ldi. Men buni o'sha Uyg'urlarniki birligining naqadar muhimligini chuqur his qildim. Yaqin men to'xtamay izlanyapman. Biz nurg'unlarimiz Uyg'urlarning milliy ruhi deymiz. Uyg'urlar 8-9 asrlarda shunday kuchayib, toki 13-14 asrlargacha Osiyoni so'rab, Afrika, Yevropaga kengayib, nihoyatda hurlikda yashagan. Bu ahvoldan keyin asta-asta yo'qolib, asta-asta ojizlab, biz ojizlab, hozir bugungi kunga qolgan chog'da jon talashgan bir holatga kelib qoldik. Shunga biz nimani yo'qotdik? Orliqda bizda yo'qotgan narsa nima
deb yaqinda biroz izlandim to'g'ri men. Shu Uyg'urlarniki milliy ro'y degan nima o'zadi? Ayni vaqtda Uyg'urlar uchun unum bergan, Uyg'urlarni aslida dunyodagi bir ulug' millat darajasiga ko'targan narsa nima? Mushtoqlik bir izlandim. Buning yadroliq turiga birlik ittifoqlik. Uyg'urlar ayni vaqtda Türkiye Tangri degandek Uyg'urlarniki milliy ro'yini bir Tangri darajasiga ko'tarib e'tiqod qilgankan, uniki yadrosi birlik ittifoqlik. İkincisi jangovarlik, fidokorlik, o'zining borlig'ini atab qattiq tirishish. Ana uchinchisi ulug' millatlik g'ururi. Bu chog'da Uyg'ur degan gap bir ulug' millat obrazi vakili qilgan. Andan boshqa bir qism kichik millatlar Uyg'ur bo'lg'isi kelib, turk bo'lg'isi kelib o'zligidan assimilyatsiya bo'lishga yoki shu Turkiya qabilalariga kirishga tirishgan. Ayni vaqtda shu Türk va Uyg'urlar mana kengaygan vaqtida hech qanday xiyonatni mustamlik qilmagan. Ular qog'alar o'zgidan kelib qo'shilgan ahvol bo'lgan ekan. U chog'da Uyg'urlar dunyodagi insonlarni do'st, dushman deb ikkiga ayirib yashagan ekan. Do'st bo'lgan odamlarniki bu Atilla, G'ullarning davrida mana shunday. Shu G'ullar epirayotgan ishni qo'lga odamlarning hammasini biz o'zimizdagi odamlarning bir qismi bizning do'stimiz deb o'sha bir taraf qolgan ekan. Ana 13-14-asr kelgan chog'da biz islom dinini qabul qilib, o'sha 13-14-asr kelgan chog'da Uyg'urlarni musulmon kafir deb ikkiga bo'lib, shuni burun birlashib dushman bilan kurashgan odamlarni o'zaro so'qishib, undan keyin aqtaqlik, qartaqlik deb taxmin bilinib, ashning bilan bizdagi milliy ruh ojizlar orliqda butunlay yo'qolib 300 yillik vaqt. Keyin ancha-muncha qoldiqlar qilib bugungi kunga keldi. Hozir bugungi kunda ularchada yuz berayotgan ahvol shuning davomi hozir. Hozirga qarasangiz intayin ko'p o'xshagan guruhlar bor. Dindorlar emaslar, ziyolilar emaslar, siyosatchilar emaslar degandek ko'p bo'linib ketib, buni oldin 2 kun, bir necha kun ichidami Uyg'urlar o'rtasida ziddiyat shunday bir rasvochilik darajasiga bordi hozir. Shunga men bu qatim Turkiyada yo Gollandiyada ancha-muncha leksiya so'zladim. Men Uyg'urlikqa qaytishni tashabbus qildim. Biz yo'qotgan narsamizni tepib olaylik. Shu davrga qaytaylik. Agar hozir mo chet eldagi Uyg'urlardagi ziddiyatlarni tahlil qilsangiz agar talishgan cho'ng narsa yo'q. Cho'ng narsa yo'q. Gerçi hammadan shu ari millat uchun xizmat qilish, millatning manfaatini qo'llash bo'lsa-mu, amaliyotda undaq bo'lmayotgan mana bir sabab tufaylidan bizdagi masala ko'rib chiqyapti. Bu sabab nima desangiz, ikki jihatda, cho'ng ikki jihati bor bu sabab. Birisi mana shu Uyg'urlarniki davosiga o'zining shaxsiy hissiyotini aralashtirib olish, ilmiy usul chiqarmaslik. Buningda bizda mana shu kasbiy jihatdan haqiqiy tarbiyalangan kasbiy xodimlarning kamchiligi bu bir omil. Uningda boshqa yana nima ish qilsak biz o'zimizniki hissiyotni aralashtirib olib, garchi shuarimiz o'xshash, g'oyamiz o'xshash, boshqa bo'lsa-mu, lekin amaliyotda hissiyotimizni aralashtirib shundan kelib chiqyapti. Ikkinchisi, hozir Uyg'urlarchada nam obro'ga olishadigan, innovat olishadigan, to'p olishadigan ahvollar intayin og'ir. Hech ish qilmay turiblamkin to'p olishga tushibdi ba'zan. Başta vaqtida agar Uyg'urlar erkinlikka erishmaydi ekan, hech kim to'pisi yo'q. Bu intan oddiy huquq bu. Agar Uyg'ur millati erkinlikka erisholmaydi ekan, chet elga hech qanday Uyg'urning hech qanday to'pisi yo'q. E'tiborga ilinmaydi bu. Nimishqa mana bir misol ko'rsataman men bu ishda. Mao Zedong 49-yili Jumhur Xalq Jamiyati qurilgandan keyin uning to'pisi e'tirof qilingan. Uni burun hech kim uqmaydi bu yerlarda. Qandaqdir Mehmetning to'pisi va Saman to'pisi degan gaplar bundan emas. Jumhur Xalq Jamiyati qurilgandan keyin Mao Zedongning to'pisi e'tirof qilinib, u tarixda yozilib, hozircha davom etib. Uyg'urlarning ahvoli mashtoq. Bu ishda hammamizning taqdiri o'xshash. Agar Uyg'urlar erkinlikka erishmaydi ekan, hech kim to'pisi yo'q. Sadaqa hech qanday qilg'ashni qilolmay turib, xalq ayada o'lim ichida jantalashsa, to'p talashgan nima bo'lsin ekan? Deyish kerak bu yerda. Shunday. Endi bu yaqinda chiqqan yangi bir ahvollar odamni bak ichindirdi. Mana shu bir necha kun oldida men burun diqqat qilmoqda ekanman. Mushkatan Turkiyada, Gollandiyada yoshlar bilan ko'rishdim, o'xshamagan guruhlarga ko'rishib turgan jarayonda yoshlar hozir yana bir tashkilot shakllantirib mengitibdi.
onunğa yeni nesil erkekliğe isim koyuptur. Bu nima degan gap? Yeni nesil degan gap oddiylashtirib aytsak biz sana o'xshamaymiz degan gaplar. Bu mu qandaqdir bu birlik emas, yine ayrışqilab turqanishda bu. Bizde yenilik qo'llarni e'tirof qilmaydigan, inkor qilmaydigan, Mehmet Sametni e'tirof qilmaydigan bu ahvol shunchalik ig'ir. Abaytaman deganda agar bizning g'oyamiz o'xshash bo'lgandan keyin o'sha ahvollarni sal o'ltirib bir sagak holida haqiqiy millatniki manfaatini birinchi o'ringa qo'yib turib talqinga chiqib qolsa, talishga chiqqan ish yo'q bu yerda. O'sha kichik ishlarni deb hozir cho'ng manfaatlarni qurbon qilib, shuncha rasvolashyapmiz dunyoga biz hozir. Rasvolashyapmizda. Shunga Uyg'urlar o'ylanib beqish kerak. Bizniki biz hozir bilim safhasi boshqa soha jihatdan bir qadar tuvan. Men buni bek cho'nqir his qilganlik. Hozir Uyg'urlardagi masalaning hammasi shu sohaning tuvanligidan kelib chiqyapti. Lekin hozirda bas sohadimi albattaki degandek oddiy hukmlarni tushunishda qolib kerak aslida Uyg'urlarda. Bu hozirgidek bunday holat yuz bermasligi kerak edi. Ammo yuz beryapti. Shunga men bu chiqdim Turkiyadami dedim, Gollandiyada chiqdim. Uyg'urlar bundan keyin yana faqat do'st dushman deb chiqib araydigan yunish qarab menish kerak. Boshqa qilsa bizning oramizdagi nurg'un ishlar hal bo'ladi. Shunga dunyo ruhiyatniki majig'ini chaqirishni udan bo'pti. Mush yig'inmi? Hozirgidek 7-8 guruhlarga bo'linishdan Uyg'urlar faqat do'st dushman deb ikki yil ayrılgan mushtaq bir holatni shakllantirishda anayda muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shunga anayda udash Rahmet bu güzel tilekleriniz için nait uğurluk degan analizlerimiz mesela şu bizimki şu Uygur halkı tatip hazırgacha bütün bizning tarixda qurilgan davlatlarimizning xandonliqlarimizning imperatorliklarimizning yiqilishininki sabab bo'lgan asosiy omillar ichki jihatga ittifoqsizlik bo'linish. Masalan, Uygur xalqining yiqilishini Qirg'iz yig'iligi deb qo'ydim masalan o'zimizdan ichidagi Qirg'iz qabilasidan bo'lgan ittifoqsizlik natijasi bo'lgan deymiz. Undan keyin Qaraxonlar bilan bu Uyg'ur davlati birisi musulmon, birisi o'xshash millat, ammo ikki xil e'tiqodda, birisi buddist. Xotanlik udun davlati deymiz masalan. Bu butunlay ichki ittifoqsizlik nima? Şunu ati boğulurumuz Orkun abidisi de bundan ait yine qilgan düşmanga ait yetayotgan ittifoq bo'lishini misaqida ait yaxshi vasiyatlarni qoldirgan. Endi siz degandek haqiqatan biz eng azından bir 300 yildan ortiq bizniki davlatchilik bo'lib millatchilik tuyg'ularimiz butunlay yo'qotdik ekan. Bu asosda ba'zilar bizniki masalan sizga o'xshash olimlarimiz, ziyolilarimiz, mutafakkirlarimiz hozir tilga ilyapti buni. Bu Uyg'urlarda millatchilik hukumining shakllanishi bek kesh bo'ldi, milliy uyg'unish. Masalan, burun ehtiyoj tufaylidan biz uzun yil mayli Uyg'ur milliyatida masalan patriotizm, panislamizm ideologiyasiga tayangan asosda. Biz 93-yilda men tunji qitim Turkiyaga kelsam asos tayangan ideologiya ikki xil ideologiya ekan, turanchilik. O vaqtda masalan Isa efendim bilan bütün burada masalan Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq bu G'arbiy Turkistondagi davlatlarniki sevish tarafdan besilganligini ko'rsatib, ularni tutqizmaydi degan internasionalizmlik bir nima bilan turanchilik tayangan, panturizmchilik tayangan, men bütün Turkiya, asarat asik Turkiya millatlarini tutqizmaydi degan bir hukm bilan tutgan. Shuni Uyg'ur degan bu ism asosiy jihatdan xil uzun yil tilga ilingan. Turklar degan nima bilan Elbette hazır mesela bu davanınki faaliyet merkezinki Türkiye merkezine o işlerden garip güçü. Öyle aslında bu yeni bir ideolojiye, yeni bir strateji köşten garip köşkenlik. Mesela bir de Uygur milletçiliği, devletçilik yani vatan hükmü. Bu kişi var. Bunun da sizge okşaş alimlerimizin, ziyalilerimizin mutafakkirlerimizin roluna çok bulup da halkımızda oykutuşta bulup yaşlarımızda oykutuşta. Derken efendim de ahırda sizin soraydığınız şu mesela siz mesela Uygur Akademisi'nin ki en asası kurgucularından biri hepsi onun reisim boğan. Onda azı Uygur Akademisi'nin ait çaldık bir faaliyet olarak bir ilim bir merkezi geldi. Hazır üniversitede siz bu çeteldeki Uygur ziyalilerimizdenki yaşlarımızdenki bir ügünüş
ülgisi, bir nima deymiz, ulgiga aylanib qoldingiz. Şoňa siz şahsen özüňizdinki şu chet ellärdeki ziýalylarymyz, kılıp ýaşlarymyz nisbeten qanday bir tavsiýeleriniz bar siziňki? Ben bu kıtım çetelege çıkıp azram Türkiye, Hollandiya işe bardım. Germaniya 3-nji toktaş punkty boldy. Naýety hoşarlanlyk bir ahwaly gördüm. Ben 2009 ýylda ahyrky kıtım Betenge bargan. 5-nji ýyl buluşdum sen aldırdım. 6-nji aýyň 13-nji gün gaýtyp geldim bu diýim. Gaýtyp geldim 5-nji aýyň ýani 5 gün waka boldy. Şu çagda wetende işte bir keypiyat bolgan, meni naýat köp ýaşlar izlegen. Her xil okuş, başka her xil işlerde mesela soraýdygan. Başta bir keypiyat, naýat düşkün bir keypiyat. Bu kıtım Türkiýede mi başta bir ahwal boldy, Hollandiýada başta bir ahwal boldy. Umumyüzlük kişiler hazır indi burun kitap okumaydiganlar kitap koydigan, burun ança oylamaydiganlar oylaydigan, qanday qilsak milletning taqdirini yaşlay alaymiz dep muş ýolda izlendiganlarni intaýin köp uçratdım ben. Meniki bir 15 parça kitap hazırladım hazırga kadar. 7 parçasını resmi neşr kıldık. Onlar tor kitap şeklinde onu hazır bastırıp taqat oturdu başkalar. Onu ötküzüp etken kitabını çıkarıp şu Türkiye'dekilerge şunu qancha sasan setdi. Marif şıltlanlarda bir etken. Anda bu şıqıtım men izlegenlerce de benim kitaplarım qoğallarım intaýin köpken. 4-nji kısım geldi, 5-nji kısım geldi. Bu işler beni intaýin hoşallandırdı. Anda bu kıtım meniki hazır anda şu yaşlar bir atkan bir uçurlarım var. Bir sistemli uçur var. Onu mu degen çağda sizin haberingizde var. Ben qanday insanlar Allah'ın yardımı erişiyordu da bu doğru izlengen. Onu izlenip hatta formula çıkardım bu doğruluk. Şu Kur'an'da 2 uruştılık elengan. Bedir uruşu bilen Uhud uruşu, 2 uruş. Bedir uruşu da Allah yardım kıldı Müslümanlarga. Uhud uruşu da yardım kılmaydı. Men bunun farkı nime üçin bu iş yüz berdi. Dep bunu operasiya qılıp, analiz qılıp ahirde bir formula çıkardım. Allah'ın yardımına erişişindeki 2 şartı var ekan. Birincisi birlik itibaqlyk. Yani birincisi birlik itibaqlyk. İkincisi Allah sizge bergen talant, iqtidar, qabiliyet, imtiyaz, fursat hammadan eng yuqori darajada to'liq foydalanib, eng yuqori darajada qattiq tirishish. Muş işini kılalan insanlara Allah yardım kıldıkken. Başka amiller anca bilmemiz. Eğer dikkat kısmınız müabbetin uygulanıki aynı vakitte biz yoktuk olan milli ruhiyindeki 3 terkif kısmını kılalan aldım. Onun birincisi birlik itibaqlyk, ikincisi özünün barlığına atab qattiq tirişiş. Üçüncüsü ulug' milletlik gururi. Aynı vakitte uygulan tanlagan yol Allah'ın yardımı erişilgan yol ekanligi. Başta 2 şartını kanatlandıgan ekan-da Uyg'urlar. Hozir aksi bo'lib qoldi buni hozir. Hozir aksi bo'lib qoldi. Bizningki dindor xalqimizning ichida ishlamay yoki ko'p ishlamay Allohga duo qilib, uyda o'tirib kunimiz yaxshilanadi deb kutganlar bor. Andan keyin bizniki ittifoqlik birlik kelsak, mana hozir shunda cho'lib ketdik. 7-8 guruhga ayrılib ketdi. Endi bu qatim shunga buni o'tirib qo'ydim. Hozir yeni zamanda, bugünkü zamanda qanday qilsak biz Allah'ın yardımıyla erişelaymiz degan narsani o'tirib qo'ydim, formula qilib. 2 kishini o'tirib qo'ydim. Birisi ishni to'g'ri qilish. Ishni to'g'ri qilish. Ikkinchisi to'g'ri ishlarni qilish. Ishni to'g'ri qilish deganga albatta shart kirdi. Birlik ittifoqlar. Birinchisi, ikkinchisi bizning barlig'ini atab qattiq tirishish. Lekin uchinchisiga ilmiy usulda ish qilish. Hozir garchi biz 21-asrda yashagan bo'lsak-mu, Uyg'urlar ilmiy usulda ish qilishni tez o'rganib olmadi. Odamni qattiq echindiradigan darajada biz nacharmiz jihatda. Ilmiy usulda ish qilishda. Hozir atqa minib jang qilgan davrlar o'tib ketdi. Dunyodagi hamma ishlar kasblashib ketdi. Agar biz kasbiy xodimlarga tayinib ilmiy usulda ish qilmasak, hech qanday narsani taraf qilolmaydi bugungi kunda. Hozir nima bu gapni eslatsangiz, yaqinda g'oya bilan tutgan yo'l qattiq bir-biriga chek basmaydi ahvollar ko'ryapti. G'oyani miyaga tiklab qo'yib, madrak tiklab qo'yib, yo'lni madrak ahvollar bor. Nima ish qilsangiz ilmiy asos yo'q. Qotqa ishniki. Shunga 3 narsa, ishni to'g'ri qilish. Bunda 3 muhim narsa bor. To'g'ri ish qilish. To'g'ri ish qilish degan nima desangiz, to'g'ri ish qilish degan ma'rif, ilm-fan, aniki men sistem deganni kirgizdim. Amerika bu sistem ma'rifini intan ching tutdi.
Sistem degan nima desangiz, bu 4 sohaniki bosh harfidan tuzilgan bir so'z. Tabiiy fan, texnologiya, injenerlik, matematika. Andan keyin dunyoviy halol dunyoviy davo. Ma'vu to'g'ri ishlar, qilishlik ishlik. Bugungi kunda dunyoda taraqqiy qilgan millatlarni tahlil qilsangiz, bundaki asos chiqadi. Mana shu asosan keltirib chiqargan formula bu. Men Uyg'urlarniki Uyg'ur yoshlarga taqagan narsam shu. Hozir ikki narsani dedim. Chet elda bundaki ota-onalarga qo'ygan talab, agar siz millatga to'p qo'shman deyotgansiz, chuqur bolangizni kam deganda bakalavriatni bitirgunchalik albatta o'qiting. Kam deganda. Agar mumkin bo'lsa, magistr doktorlik o'qiting. Bizdagi millatning oldidagi hozir endi nurg'unlar navbatdagi Uyg'urlarniki masalasini hal qilishning bir tiz yo'li, aytisiz unum beradigan, 1-2 yil unum beradigan, shuna bilan lagerlar taqilib, butun sinfga o'rlab qutib chiqadigan, mana bir yo'l bormi deb so'raydi mendan. Agar bilgan bo'lsa, men o'sha deb bor. Uni biz uqmaymiz. Biz o'zimizning qo'ldan kelgan barliq tirishchilikni ko'rsatishimiz kerak. Lekin unda chuqur yuz beradi bo'lmani biz uqmaymiz. Lekin bizning qilayotgan ishimiz isbotlangan yo'llar bor. Dunyoda isbotlangan boshqa millatlar ming taqqa yo'llar bor. Albatta men deganim shu. Shunga hozir masalan Uyg'ur davosining kesilishida buningdagi o'qiydigan yoshlarniki bir qismi shu davoga zarur bo'lgan kasblar o'qish kerak. Masalan, xalqaro munosabat, xalqaro qonun, siyosat, hokimiyat boshqarish kasblarida. 10% nadar ish olmagan chog'da. Agar hozirgi Uyg'urlarning ichida aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur yoshlarning ichida bir 100 odam bo'lgan bo'lsa, mushahada o'qigan. Shundaqla butun kun Uyg'urlarning ishini qilgan bir 20 odam bo'lgan bo'lsa, bizning bu kunimiz butunlay boshqacha bo'ladi. Albatta. Hozir xalqaro Uyg'urlarga fursat yaratib berayotdi, lekin biz yo'lda foydalanmayapmiz. Bir qism qilgan odamlar uchun xizi qilgan ishlar bor. Nima ish qilsa, bizningki kasbiy saviyamiz bizga yaratilgan, biz uchun yaratilgan fursatga moslashmayapti. Shunga bu yerda intan cho'ng bir bo'shliq bor. Bu bo'shliqni bundan keyin yoshlar to'ldirish kerak. Shunga ota-onalar shu bir uchurni astutsa deyman. Qolgan yoshlarcha bizniki o'zimizniki dunyoviy raqobat kuchimizni oshirishda biz cho'qim albatta men degan kasblarni o'qish kerak. Tabiiy fan, texnologiya, injenerlik, matematika mushal o'qish kerak. Shunga hamma Uyg'ur yoshlari bundan cho'ng bo'layotgan, qo'shimga qo'shiladigan, cho'ng bo'lib cho'ngdan bo'ladigan hamda yoshlarda mushta besh olmanda bakalavriatni o'qib olib, undan keyin qas shug'ullansa mayli. Ashta qilsa, odamning tafakkur o'xshamaydi. Men degan abad to'g'risini o'rganlaydi. Ishni to'g'ri qilishni o'rganlaydi, to'g'risini talab qilishni o'rganlaydi. Bu intayin. Hozir men qayta kirayman, otlanib janqilab o'tib ketdi. Dunyo betar qilib ketdi. Shunda. Hozir shu taraqqi etgan dunyoniki qasi darajaga borganligini bir qism qarindoshlarimiz tushunmayapti. Tushunmay, shu oddiy bir ishlar qilib turib, mushunlar millat o'qituvchi banda bo'ladi xolos. Unda qilib olmaydi. Shunga meniki oxirida bütün chet eldagi qarindoshlar deydigan uchurim shu. Bu bunaqa deb qo'ygan gap emas. Men to'xtamay izlayman o'zimniki, o'zimni pek oldirash yashaydigan bir odam. Nurul so'raydi, nima ish qilasiz deb. Bu hammasi millat bo'lgan muhabbatni kelgan narsa. Men chet elda yashagan vaqtim, vatan yashagan vaqtimdan eshib ketdi. Men bunday kunni qilaman deb o'ylamagan. Aslida ömrümün oxirini vatan o'tkazman, o'zimniki o'z xalqimizniki yoshlarni tarbiyalash ishlari bilan shug'ullanib o'tkazman deb o'ylagan. Hozir bu yo'llar butunlay to'silib ketdi. Shuning bilan buni mushqatim safar qilishimiz sabab shu. Agar yo'limiz uchib qolgan bo'lsa, men hozir chet elda qatnashni vatanda qilardim masalan. Shular bo'lmagan uchun. Shunga Allohmu insonlar ko'rsatgan yo'lni, qanday insonlarga yordam berganligini, hozirgi dunyo taraqqiy qilgan g'arb ellari qanday qilsa taraqqiy qilganligi, qanday qilsa bir o'zini kuchaytirib, dunyoviy raqobat kuchini oshirib, insonda yashashni ko'rsatadi bizga. Biz isbotlangan yo'lda menishimiz kerak. Rahmat, haqiqatan bizning Uyg'ur olimimiz erkinsida qatnashdim deb o'tdi. Hamma narsaning asosi haqiqatan bizningki ustozimiz erkinsida qatnashdim degandek birlik, ittifoqlik hamma narsaningki asosi. Endi bizningki bu chet elda vatanda burun da'vo qilgan vaqtimizda xalq Xitoyimiz, ot Xitoyimiz, o'qiyoq Xitoyimiz, ammo chet elda faoliyat qilish uchun xuddi erkinsida qatnashdim
deb o'tgandek aqlga tayangan gap, mantiqqa tayangan gap. Bu subyektiv hissiyatımız bilan ishab kirib, yada qo'pib 20-30 million xalqning taqdiri bilan o'ynashsak, bu nihoyat ig'ir darajada mas'uliyat sizda bo'ladir. Bu da erkisiz efendim degandek hamma narsani ilmga tayanib, aqlga tayanib, sistemaga tayanib, real bir şekilde apirishimizninki zo'rligini texmo bizga bugun his qildi va muhacirat qarindoshlarımızga, bo'lib yoshlarımızga nihoyat güzel, chiroyli tavsiyalar bo'ldi. Albatta men shaxsan uzanma bir ziyoli bo'lish sifatim bilan yoshlarimizni, qarindoshlarimizni Siddiq efendimninki nashr qilinayotgan va bundan qilinmoqchi bo'lgan kitoblarga yaqindan izlashini, o'qib ko'rishini, tavsiyalariga astoydil quloq solishni men shaxsan uzanma umid qilaman. Erkin efendim, hurmatli bu qimmatli vaqtingizni chiqarib bergan bu ma'lumotlarınız uchun sizga alohida rahmat aytaman. Albatta siz bilan bu suhbatimiz bundan keyin davom qiladi. Boshqa savollarda sizninki bu jihatdan nihoyat ko'p sizdan foydalanadigan nihoyat ko'p nimalarimiz bor. Şunu bugungi suhbatimiz shada oxirlashtirsa, Xudoyim o'zi keyingi suhbatda sizning kasbiy jihatdagi izlanishlarınız va yoki fikr, ideya jihatdagi boshqa izlanishlarınız haqida bundan keyin inshaalloh qarindoshlarimiz oldida sizlarga qayta suhbat o'tkazishimiz. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, bugungi suhbatimizni mashada oxirlashtirmoqchimiz. Kelajaqda bu suhbatimizni ko'rishaylik. Ko'rishishga omon bo'ling, xayr xo'sh.